doimiy ravishda giyohvand moddasi savdosi bilan shug'ullanib kelgan Romitanlik OUFrushning bu galgi savdosi pishmadi. Olingan tezkor ma'lumot asosida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida u 3.300.000 so'm evaziga 12 gramm gashish moddasini sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tadbir davom ettirilib, uning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, uning uyidan ham sotish maqsadida yashirib qo'ygan gashish moddasi aniqlanib, barcha ashyoviy dalillar joyida hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Romitan tumani ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Romitan tumani Hazortut mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi yana bir fuqaroning xonadonidan umumiy og'irligi 93,12 grammni tashkil etuvchi marixuana giyohvandlik moddasi topilib, ashyoviy dalillar qonuniy tartibda rasmiylashtirib olindi. Romitan tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaroning yashash xonadonidagi yerto'lada 93,12 gramm miqdorda giyohvandlik vositasi, ya'ni marixuana giyohvandlik vositasi mavjudligi aniqlangan va tadbir ishtirokchilari tomonidan belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan va hozirda holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hududlarda ichki ishlar organlari tomonidan giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishiga, ularni saqlash, yetishtirish va sotish bilan bog'liq huquqbuzarliklarga qarshi kurashish yo'nalishida izchil va tizimli ishlar davom ettirilmoqda.